farzand hamisha tarbiyaga muhtoj. Men har tomonlama intellektual bola bo'lishim uchun nima qilishim kerak? Hozir seni aziz bir joyga olib boraman. O'sha joyning o'zi savolingga javob bo'ladi. Qani chiq ket. Mana o'g'lim, seni o'sha joyga olib keldim. Qara. Tinchlik, osoyishtalik, xotirjamlik. O'g'lim, o'lim yosh tanlamaydi. Inson ikkita narsani bilmaydi. Biri qachon tug'ilishini bilmaydi, ikkinchisi qachon vafot etishini bilmaydi. Bu yer juda ham tinch, osoyishta joy. Lekin qalban eshitasan, ruhan taskin topasan. Tarbiyani eng kattasini mana shu joy beradi. Hozir mana shu qabristonda yotgan yoshu qarilarni, buvijonlarni, bobojonlarni o'tgan barcha payg'ambarlarimiz uchun Qur'on tilovat qilamiz. Keyin esa uyga qaytamiz. Qani, o'tir o'g'lim. Tilovat qilchi o'g'lim. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu va iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Amin. Ilohi amin. Mana shu o'qigan tilovatlaringni eng avvalo o'tgan payg'ambarlarimizga, xususan Muhammad sallallohu alayhi vasallamning ruhlariga bag'ishladik. Qolaversa o'tgan bobojonlarimizni, buvijonlarimizni, mana shu qabristonda yotgan barcha ojizona o'tgan bandalaringni bilib bilmay qilgan gunohlari bo'lsa o'zing kechirgin. Hozir o'qigan tilovat Qur'onimizni yig'ilgan savoblarda mana shu o'tgan payg'ambarlarimizga hamda mana shu qabristonda yotgan barcha mo'min va mo'minalarga bag'ishladik. Ilohim yotgan joylari Qur'on nurlariga to'lsin, qabrlari nurlarga to'lsin. Alloh bu dunyoda bilib bilmay bandalik qilib qo'yib, xato qilib qo'yib qilgan gunohlari bo'lsa Alloh hammasini o'zing kechirgin. Qabrlari nurga to'lsin. Ilohim Firdavs bergan barcha yaxshi niyatlariga yetsin. O'qish, o'rganish, odobli bo'lish bilan bir qatorda doimiy mana shu o'tganlarni azon chaqirishni boshladi. O'tganlarni e'zozlash, ularda haqqiga duo qilishdan hech qachon to'xtamasin. Amin. Allohu akbar. Allahu akbar.